Cobaltchilar uchun faxrlansa arziydigan video tarmoqlarda tarqalmoqda. Gap shundaki, Qozog'istonda Chevrolet Cobalt avtomobili eng murakkab tog' yo'llaridan birida sinovdan o'tkazildi. Avtobloger Dias Valixan avtomobilni Olma-ota viloyatidagi xavfli va toshliq tosh darvoza yo'nalishida haydab ko'rgan. Sinov oldidan Cobaltga maxsus lift komplekt, off-road shinalar, kuchaytirilgan bamper va qo'shimcha chiroqlar o'rnatilgan. Shuningdek, avtomobil himoya plyonkasi bilan qoplangan. Ushbu o'zgartirishlar uchun qariyb $5000 dan ortiq mablag' sarflangan. Natijada avtomobilning klirensi 21 sm ga yetgan va u qiyaliklar, toshli yo'llar hamda tor qoyalar orasida harakatlangan. Blogerning ta'kidlashicha, ayrim yo'l tanlamaslar ham qiynaladigan hududlarda Cobalt kutilmagan natija ko'rsatgan. Biroq marshrutni to'liq mustaqil bosib o'ta olmagan avtomobil bir joyda Land Rover Defender yordamida tortib chiqarilgan. Sinov yakunida esa disklar tirnalgan, kuzov himoya qoplami shikastlangan va dvigatel himoyasiga bir necha zarba tekkan. Shunga qaramay, bloger Chevrolet Cobaltni xalq avtomobili deb atab, bunday sinov keyin ham uzoq masofalarni bosib o'tishga tayyor ekanini ma'lum qilgan. Bunday sinovdan keyin ham uzoq masofalarni bosib o'tishga tayyor ekani ma'lum qilingan. Ushbu xabarni barcha yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Xo'sh, sizningcha Cobalt shunday sinovlardan o'tgach ham eng ishonchli avtomobillardan biri bo'lib qoladimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Poytaxtdagi eng dolzarb voqealar va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.